miyang burib qoldi. Achoy buni ozgina bo'yab, chiroyliroq qilib. Buni eng katta plusi agar mana shu yozuvlar jonimga tegsa, buni oqqa, ko'kka to'liq bo'yab, ustiga yana qizilga yengil qilsam bo'ladi. Ikkilanib rasvo bo'ldi. Xo'sh. Bardakka ham bermaymiz. Oyoq kiyimlar ko'p. Qaysidir meniki, qaysidir Joskeniki, Sarvar. Planim bo'yicha mana shu yerga qo'yib qo'yish. Buni chezdiroq suraman. Tipa kirayotganda kaltlarni nimadan qo'yib qo'yish uchun takoy narsa. Like. Ustiga ham narsa bor. Hozir. Mana. Buni Yapon namadan sushi zakaz qilayotganda qo'shib zakaz qilsa bo'ladi. Aynan men shu uchun zakaz qilganman va kirayotganda endi ana. Keyingi sujet. Rovno bir haftadan keyin ukam tug'ilgan kuni, yoshi 10 ga kiryapti. Va unga ajoyib bir sovg'a zakaz qilib qo'yganman. U keldi, hozir ko'rsataman. Uy, yomordim. Xo'p, nima bu? Uni aytmayman, chunki ukamniki 4-aprel kuni o'sha kuni syomka qilaman, nima borligini o'sha kuni ko'rasizlar. Значит, vlog keyingi haftaniki nechiga to'g'ri kelyapti? 6-aprel. 6-aprel kuni ichida nimaligini bilasizlar. Clickbait. Shuning uchun buni keyingi video uchun olib qo'yamiz. Xo'p, bu ham bu yerda bekorga turgani yo'q. Buni bir qismi yetmayapti. U ertaga kelishi kerak. Bu nimagaligini va kimdir tushundi, kimdir tushunmadi. Nimagaligini ertaga ko'rsataman. Buni o'zi 2 oy oldin buni noyabrda olganman, prosta bir qismini O'zbekistonda yo'q, chet eldan zakaz qilishimga to'g'ri keldi. Chunki meniki ozgina to'g'ri kelmadi. Buni ham ertaga ko'rsataman. Bu meni setupim va unda bitta katta no bor. Uni men hozirgina tushunib yetdim. Ahamni beringlar. Ikkinchi monitorim men chap qo'limda, blokim o'ng tomonda. Ammo o'naqayman. O'ynayotgan, boshqotgan qo'lim urilaveradi. Bu menga noqulaylik olib keladi. Из-за что o'naqayligim uchun monitorim chap tomon turgani menga sal noqulay bo'lyapti. Men nimaga qaror qildim? Joyini alishtirishga. Hozir shu bilan shug'ullanamiz. Voy bala. O'ylaganimdan ancha qiyinroq. Ay! Ketdi-mu. Madara sindirib qo'ymasam bo'ldi-day. Uy! Da. Mayli, ishi sinmadi. Как будто. На самом деле, фигня как будто. Pastga tushirgim kelmayapti lekin. Mashina men pastga qo'ygim kelmayapti. Chunki o'zi keyin ko'tardim. Buni menimcha chiroyliroq qo'ysa bo'ladi. Как будто buni qo'ysam, будто нормис. Ham pitaniya ulangan adashmasam. Может, adashmayman. Bundaroq qo'yib tushib ketadi, bilay. Bir tortyapti. Buni tortyapti o'ziga. Xo'p. Da. Pastda kabel balobat tarab yotibdi. Lekin menimcha udobniyroq bo'ladi. Yoqib prosta настройки qilish kerak ozgina. A tak красиво. O'zi прям stream uchun idealniy menda. Ikkinchi monitor vertikalniy. Streamni YouTube'da faqat 50 ta obunachidan keyin qilish mumkin. Menimcha yig'ilmagan. Salom. Kamerani ham men baribir aqlliroq o'ylayman, qanaqadir boshqacharoq qo'yishga. Chunki как будто sal не то. Chap tomonga qaraganda, o'ng tomonga qaragan osonroq ekan. Yana bir narsa, mana shu yoqqa yana bitta monitor qo'yganman. Montaj qilayotganda full ekran mashita bo'lsin-da. Timeline, bu yerda brauzer, boshqa narsa. Da bu na samом деле kerak emas, lekin men shuni xohlayapman. Kim menga против qiladi, to'g'ri? Kim menga против chiqadi? Вот это menga ko'proq yoqyapti. O'tgan sonda men o'zimga kravat sotib oldim va bir hafta shuni tushundimki,
men buni ertaroq qilishim kerak edi. Вот kimdir buni слишком очевидно deb o'ylashi mumkin, lekin shu paytgacha menga umuman farqi bo'lmagan qattiq uxlashga. Yerdami, divandami, karton ustidami umuman absolyutno farqi bo'lmagan. Yoki menga bu yosh ta'sir qilyapti, yokida bilmadim. Uni ustiga men o'zimni rejimimni to'g'riladim. Masalan, men har doim 5-6 ertalabgacha o'tirardim, ko'pincha. Montaj ustida o'tirsam, ertalab 8-9 gacha ham. Menga bu har doim normalniy bo'lgan. Men o'ylardimki, kechasi men yaxshiroq ishlayman, produktivniyroq ishlayman deb. Lekin vaqt o'tib shu narsa xatoligini tushundim. Bilmadim bu narsa qanday ishlaydi, lekin kechasi kunduziga qaraganda tezroq o'tadi. Masalan, xuddi shu ishni qilyapman, boshqa qilyapman. Kechasi men sekinroq ishlayman kunga qaraganda. Masalan, kechasi jonaqa to'g'ri rejim emas, 1 da uxlayman o'rtacha, ertalab 9-10 larda bemalol uyg'onaman. Va ertalab shunaqa bodri uyg'onamanki, hamma narsaga kuchim bo'ladi. Yana uni ustiga menda bo'sh vaqt ham qolyapti. Masalan, 9 da uyg'ondim, mayda-chuyda ishlarimni qilib boshqa qilgunimcha, masalan 10 bo'ladi. Syomkalarim menda ko'pincha agar chiqsam, blogerga boshqa chiqsam, obeddan keyin, masalan 3-4 larda bo'lishi mumkin. Ungacha menda bemalol vaqtim bor. Montaj qilishim mumkin, ideya o'ylashim mumkin yoki prosto yotsam bo'ladi. Shu ikkita kombo birlashganda men o'zimni nerealni yaxshi his qilishni boshladim. Vaqt o'tib yana rejimim buzilib ketishi mumkindir. Bu faqat bir haftalik narsa bo'lishi mumkindir, lekin harakat qilaman rejimni buzmaslikka.